Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Robloxda haqiqiy hayotdan olingan o'yinlar haqida gaplashamiz. Misol uchun 99 qorong'i kun, ya'ni Nighty Night. Bu o'yinga kirishda boshida ham yozib qo'yilgan tepasiga bu o'yin haqiqiy real hayotda olingan bo'lishi mumkin deb. O'sha Nighty Night mana shu maxluq bor. Bu haqida men sizlarga gapirib beraman. Bir oila Amazonkaga uchib ketmoqchi bo'ladi. Ya'ni ular 4 ta farzandi bo'ladi. Va 4 ta farzandi bo'ladi. Ular ota-onasi samolyotga chipta oladi va samolyot kutilmaganda pastga qulab tushadi. O'yinda ham aytib o'tilgan 4 ta bolani topish kerak o'yinda ham. O'yinda atrofi ham Amazonkaga o'xshaydi ko'rinishi. Va ular may oyida samolyot qulab tushadi. Ya'ni may oyida yo'qolib qoladi. Samolyot kutilmaganda yerga tushib ketadi. Bolaning 3 ta qarovchisi bo'ladi va bitta qarovchisi tirik qoladi va 4 ta bola yo'qolib qoladi. Va bolalarni ko'p qutqaruvchilar qidirishga keladi. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda ham u bolalarning rasmlari bor. Ularning yoshlari 4, 11, 9, 13 yoshlarda. Va 2 kun o'tgandan so'ng bolalarni qutqaruvchilar qidirishga keladi ularni. Va qutqaruvchilar qidirishga kelganda u bolalarni rosa qidiradi. Bilasizlarmi, Nighty Night'da agar kim o'ynab ko'rgan bo'lsa, u o'yinni biladi. Birinchi bo'rilar o'ldir va bo'rilar bizga kalit beradi va o'sha kalitni olib bolalarni qutqarish oson bo'ladi. Real hayotda ham it kalitni biladi, joyini qayerdaligini va qutqaruvchilarga it aytmaydi kalit qayerdaligini. Lekin bir qutqaruvchi itning orqasiga borib kalitni topib oladi va it kutilmaganda yo'q bo'lib qoladi. O'yinda ham ularni qutqaruvchisi, masalan, bolalarni qutqarmoqchi bo'lsalaring, itlar, hayvonlar, kuchuklar, bo'rilar hujum qiladi. Shuning uchun bo'rilar bolalarni qarovchisi, himoyachisi bo'ladi o'yinda. Shuning uchun ham shunaqa.